Amir avtosavdo ichki bozorida sizlar uchun arzon narxda Tracker 2 mashinasi sotuvga qo'yilyapti. 2022-yil 46 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Kraskasini ko'rsatib o'taylik. Mash kapotini ichida pitno bor ekan, qolgan hamma joyi top-toza deyapti. Redline qilib qo'yilgan, lekin o'zi LTZ pozitsiyasi. Balon holatli, o'rta holatda foydalantirsa bo'ladi. Besключевой достуp bor. Salon holatini ko'rsanglar bo'ladi. Spichkasini yo'q qo'yaylik mana. Salonlar zo'r. 46 ming 68 kilometr. Chiroyli chexol kiyib qo'yilgan, chexol ham akkuratni turibdi. Xo'p, qulaylik yaratish maqsadida pokoleniya propan gazli uстановка qilingan, texnik holatida hech qanaqa muammolar yo'q ekan. 50 partiya Namangan mashinasi. Tashqi tomonda qirilgan shilingan joylar yo'q, olib maza qilib minishga tayyor. Eng zo'r tomoni narxi super bo'ldi. Mashinani sizlar olib maza qilib haydashingiz uchun 14350 dollar baholandi. 14350 dollarga 2022-yil 46 ming kilometr masofani bosib o'tgan Tracker 2 LTZ pozitsiyasi. Kimga qiziq bo'lsa, egalar nomerini qoldiramiz. Telefon